Chilonzor, Kattaqani mahallasidan sizlarga hammaga yoqadigan zo'r kottej ko'rsataman. Qani ketdik. Niyat qilgan barchaga kamida xuddi mana shunday uylar nasib etsin deb qolgan holatda uyimizni obzorini birgalikda ko'rib o'tamiz. Uyimiz 2 qavatdan iborat. Kirishimiz bilan chap qo'lda oshxonasi, remontlari bilan birgalikda. To'g'rida yana 2 ta xona, xohlasanglar detskiy, xohlasanglar spalniya xona sifatida ishlatsanglar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, ikkinchi xonamizning yana bir eshigi bor. Bu yoqdan mo'jazgina hovliga chiqsa bo'ladi. Uyimizda shunaqa oppoq remont qilingan, faqatgina mebellaringlarni olib kelib bemalol kirib yashasanglar bo'ladi. Tepani o'zida 4 ta xona bor. Zinadan ko'tarilishimiz bilan o'ng tomonda 2 ta xona, chap tomonda 2 ta xona. Xonalarimiz katta-katta, yorug' va keng. Xonalardan spalniya hamda bolalar xonasi, undan tashqari mehmonlar kutadigan zal sifatida foydalansanglar ham bo'ladi. Uyning boshlang'ich narxini $190,000 deb baholashmoqda. Albatta, sizlar uchun kelishiladigan hamda o'tib beradigan joylari bor. Uyimizning manzili Chilonzor Kattaqani mahallasida joylashgan bo'lib, ushbu kottejimiz 2 sotix, 6 xona, 2 ta sanuzeldan iborat. Zinalardan pastga tushishimiz bilan kattagina 100 metr kvadratni tashkil etadigan yerto'lasi bor. Bu yerga istagan narsangizni sig'dirishingiz mumkin. Yerto'laning 2 tarafidan kirish va chiqishi bor. Yanada to'liqroq ma'lumot olish uchun ushbu raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling.